Agar nasoslarga shlanka yotkizib qo'ygan bo'lsa, qaysi nasos ketishini, razmerini o'zimiz borib aytib bera olamiz. Andijonlik dehqon va fermer akalarimiz diqqatiga, sug'orilmagan yer maydonlari uchun mana gulbini nasoslarimizni tavsiya qilamiz. Qirlarga suv haydab beradigan nasoslarimiz. Mana bularimizni qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ataga kam rasxod 11 kilovat 100 tonna bir soatiga suv haydab beradi 40 metr podyomlikka. Bularimizni ichki mexanizmi misatmotkalik 100% misli bo'ladi, cho'yan kirchatkali bo'ladi. Bularimiz 3 kirchatkali 5,5 kilovatlikdan boshlab yer maydoniga qarab turib o'zimiz tavsiya beramiz. 45-50 kilovatgacha mavjud. Bularimizdan oralarida ichimlik suvga mo'ljallanganlari ham bor. Bu nasoslarimizni ham layka suvga, ham tiniq suvga qo'ysa ham bo'laveradi. Bashnalar uchun aholi ichimlik bilan, suv bilan ta'minlanaveradi bemalol. Bularni ham kilovatlari 5,5 kilovat kam rasxod bo'ladi. 40 tonnalik bo'ladi. 35 metrlik chuqurlikka bemalol tashlasangiz bo'laveradi. Chiqish turbalari 76 lik bo'ladi. Bularimiz ham 380 lik, 3 fazali, hammasi 3 fazali bo'ladi. Simlari 3 talik bo'ladi. Va bunisiga maslinli bo'lmaydi, oddiy ichimlik suv quyiladi. Motorlariga bel qismidan tortadi. Kirchatkalari, keginchalik hamma zapchaslari o'zimizda mavjud. Yer maydonlariga qarab yoki turba razmerlariga qarab o'zimiz tavsiya beramiz. Bu nasoslarimizni shlankalari tayyor bo'lsa, shitlarni olib borib, suv chiqarib o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Ustanovka qilgan jarayonlarini ham video davomida ko'rib o'tishingiz mumkin. Turbalarda uladik. Xudo xolasa yaxshi ko'ramiz. Uy. Voy. Mana shu joy. Xonadon va uchastkalar uchun 100 lik va 150 lik gulbini nasoslarimizni tavsiya qilamiz. Bu nasoslarimiz uy-to'kka bemalol ishlaveradi, ya'ni 220 ga ishlaydi. Mana bu 150 lik diametrdagi gulbini nasosimiz ataga 4 kilovat tok rasxodga 150 tonna suv haydab berishi mumkin. Bemalol bir kirchatkali bo'ladi. Hammasini admotkalari misadmotkali bo'ladi. Mana bu 100 lik gulbini nasosimiz bu ham 220 ga ishlaydi va kilovatlari 2,5 kilovat 50 tonna suv haydab beradi va undan tashqari 4 ta zashitalari bor. Suv sathi pasaysa, bu paplovoy tashab motorini uzoq muddatga ishlashga yordam beradi. 4 ta zashitalari bor. Buni ishlagan videolarini ham videomiz davomida ko'rib o'tishingiz mumkin. Paplovoy ko'tarilgandan keyin ishlashni boshlaydi. Xonadon va tashkilotlar uchun mana bunaqa avtomatika nasoslarimizni tavsiya qilamiz. Mana bu nasosimizga keladigan bo'lsak, bu nasosimiz 2 kantayli bo'ladi. Bitta xo'jalikka bemalol yetadi.
avtomat kir mashina yoki oq aristollarni klapinini ochib yopib beraveradi bemalol. 6 ta tochkaga suv ulgitib beraveradi va bunaqa katta xo'jalikka yoki tashkilot, ishxonalarga bu nasosimizni tavsiya qilamiz. Relaylari ham 4 kontayli bo'ladi. Rashletinning bachovni ustiga qatirganmiz va necha barda ishlatayotganini ham ko'rsatib turadi bu datchikdan. Bularimizni kilovatlariga 1,1 kilovat minutiga 100 litr suv haydab beradi. Grant olsa yonadi, bekisa o'chaveradi. Klapanlarini ham qatirib qo'yganmiz. 380 lik glubinli nasoslarimizni narxlari keladigan bo'lsak, $350 dan boshlanadi. O'ziga qarab qo'shilib ketaveradi, kilovatlariga qarab. 220 lariga keladigan bo'lsak, bularimiz 1,300,000 so'mdan boshlanadi. Mana bu 150 gacha bor va xo'jalik uchun mana bularimiz 550,000 so'mdan 1,5 million so'mgacha. Kimga shunaqa har xil turdagi suv nasoslar kerak bo'lsa, do'konimizga tashrif buyuring va pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.